Yog'iga limit, tarif, hech narsa tekinga 120 kvadrat joylanish isteli bo'ladi. Mana 3 kilovatli elektrический котелimizni xudo xolasa chiqdi. Bu yog'ini mana Miraziz tushuntirib beradi. Ibrohim akam o'zlarini ixtirolari bilan ketdilar. 3 kilovatli kotel o'ylab topibdilar. Soatiga 3 kilovat xarajat qilib turib 120 kvadratli xonadoningizni issiz bo'lar ekan. Mana bu narsani eshitib, bu analogi bormi desam, dunyoda yo'q deyaptilar. Dunyoda yo'q ixtironi endi biz tekinga umuman to'kamasdan turib ishlatib bera olamiz. Buni qanaqa qilamiz desanglar, солнечный panel qo'yib beramiz. 5 kilovatli солнечный podstansiya qo'yadigan bo'lsangiz, 3 kilovat kotelingizga oladi. 2 kilovat o'zingiz освещение, svetlaringizga ketadigan bo'lsa, siz qarabsizki, tekinga 120 kvadrat xonadoningizni isitib turibsiz. Ibrohim aka, ideya qalay? Ideya zo'r. Xullas, bu yil qishda xudo xolasa umuman xohlaganingizga gradus qo'yib, mazza qilib isitib o'tiraverasizlar. Quyosh paneli bilan zo'r chiqishadigan kotel. Uyini isitolmayotgan, juda katta mablag' to'lagan tanishlik jo'ratib qo'yinglar. Bu yildan mana xudo xolasa umuman o'ylamaydigan tema.